Buvayda tumani ekologiya bo'limi xodimi 9500 AQSh dollari pora olayotganda qo'lga olindi. Biroz avval ijtimoiy tarmoqlarda ekologiya bo'limi inspektori bo'lgan tasvirdagi shaxs Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi binosiga olib kirib ketilganligi haqida xabar tarqaldi. Ayrim hamyurtlarimiz mazkur holatga hali rasmiy munosabat bildirilmay turib, xayollarga kelganlarini bayon qila ketishdi. Aslida-chi, tabiatni asrash, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlash ekologik nazorat organlari zimmasiga yuklatilgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu sohada faoliyat yurituvchi har bir xodim jamiyat va kelajak avlod oldida katta mas'uliyatga ega. Biroq ayrim holatlarda ana shu mas'uliyat shaxsiy manfaat yo'lida chetga surilayotganligi achinarlidir. Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ekologiya bo'limi xodimining qonunga zid harakatlari fosh etildi. Tergov qadar tekshiruv materiallariga ko'ra, u tumanning Arab mahallasi hududiga kiruvchi 4 gektar yer maydonidagi yovvoyi daraxtlarning kesilishi va qumdan tozalanishiga 1 yil ko'z yumib chora ko'rmaslik uchun fuqarodan 10,000 AQSh dollari miqdorida pora talab qilgan. Tabiatni muhofaza qilishi, qonun ustuvorligini ta'minlashi lozim bo'lgan ekologning xizmat burchini pulga almashtirishi nafaqat davlat xizmati obro'siga, balki jamiyatning ekologik nazorat tizimiga bo'lgan ishonchiga ham jiddiy putur yetkazadi. Chunki ekologik nazoratning asosiy maqsadi qonun talablarini ta'minlash bo'lsa, korrupsiya esa bu maqsadni izdan chiqaradi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda boshqa huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida pora olishda vositachilik qilgan shaxs hamda porani qabul qilgan mansabdor ekologiya xodimi ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, vositachi shaxs boshqaruvidagi avtomashina ham ko'zdan kechirilganda giyohvandlik vositalariga o'xshash moddalar borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Korrupsiya davlat va jamiyat taraqqiyotiga jiddiy xavf soluvchi illatdir. Ayniqsa tabiatni muhofaza qilishdek mas'uliyatli sohada xizmat qilayotgan xodimning shaxsiy manfaatini qonun va vijdonidan ustun qo'yishi mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 hamda 211 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qonun ustuvorligi ta'minlanar ekan, har qanday qonunbuzarlikka huquqiy baho berilishi muqarrardir.